Taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kuni kecha Abduqodir Husanov Cristiano Ronaldo bilan taqqoslandi. Manchester City va O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov portugaliyalik yulduz Cristiano Ronaldo bilan taqqoslandi. Abduqodir Husanov Cristiano Ronaldoning o'zbekcha ekvivalenti poytaxt Toshkentda hamma Husanovning kimligini biladi. Uning yuzi ulkan reklama taxtalarida aks etgan va shaxsiy hayotidagi muhim voqealar milliy yangiliklarga aylanadi. Mamlakatning jahon chempionatidagi muvaffaqiyatiga bo'lgan butun umidlari 22 yoshli Manchester City markaziy himoyachisining yelkasida deb yozadi. Husanov 2025-yil yanvar oyida Manchester Cityga qo'shildi. Ingliz klubi uni Fransiyaning Lens klubidan 40 million yevroga sotib oldi. Bu mavsumda o'zbekistonlik barcha musobaqalarda 29 ta o'yinda maydonga tushdi va mart oyida Cityning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Husanov Toshkentning Bunyodkor klubi tarbiyalanuvchisi sanaladi, deyiladi xabarda.